Azamat aka, bolasini sportga bermoqchi bo'lgan ota-onalar eng asosiy nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalambor, har bir sport turini tanlashda o'ziga mos maxsus tekshiruvlardan o'tkazish kerak. Bunda ba'zi tekshiruvlar, rentgen, chuqurlashtirilgan tekshiruvlar bor. Shu tekshiruvlardan o'tkazgandan keyin sport bilan shug'ullanishga qarshi ko'rsatma aniqlanmasa, undan keyin berishimiz mumkin. Yana bir ko'p ota-onalar so'rayotgan savol: 4 yoshgacha bo'lgan kichik bolalar qaysi sportdan boshlasa bo'ladi? Sport turini farzandingizga tanlab bermoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda qiz bolalarda badiiy gimnastika, o'g'il bolalarda sport gimnastikasidan boshlash tavsiya qilinadi. Sababi tana mushaklari, umurtqa pog'onasi, bo'g'imlarning elastikligini oshirib, egiluvchanligini ta'minlashdan boshlash kerak. Undan keyin maktab yoshidan boshlab suzish mashqlarini ham qo'shishimiz mumkin. Birinchi qadam sportga albatta gimnastika va suzishdan bo'lsa, unda sport jarohatlarini oldini olishga ham yordam beradi.